Bu videoda chuqur tahlil va katta prognozlar bo'ladi. Hammaga salom, sizlar bilan Ashraf. Bitcoin oxirgi 24 soat ichida 6% ga ko'tarildi. Eng pastki nuqtasi Bitcoinda $59,000 bo'ldi. Hozirda 62,489 da savdo bo'lyapti. Eng pastki nuqtasidan 6% o'sish ko'rsatdi. Grafikda ko'rishimiz mumkin, yashil shamchalar paydo bo'lyapti. Bu degani bozorda sotib oluvchilar kuchlilik qilyapti. Keyin bu yoqda sham shakllandi. Bu sham Bitcoin narxi tepaga ketishiga signal beryapti. Lokalniy bu fikrlar, globalniy emas. Bitcoin mana shu diapazonda, mana shu koridorda ichida 5-6 oydan beri harakatlanyapti. Juda ham ko'p kishilar zerikishdi, chunki katta harakatlar yo'q. Harakat bo'lsa ham faqat pastga. Ko'p kishilar tepa nuqtalarda olib qo'yishgan, 120 ming, 130 mingdan. Ular hozirda 50-60% zararda. Bitcoin eng baland nuqtasidan yaxshi tushdi. Hozir aytaman anig'ini necha foiz tushganini. Eng baland nuqtasidan 52% tushdi. Bu ozgina kamroq. Bitcoin sikllariga qarasak, oldingi sikllarda Bitcoin ozgina ko'proq tushgan. Bu siklda hali oldingi sikllardan ancha kam tushdi. Shuning uchun ham hali yana tushishlar davom etishi mumkin. Bunga ham tayyor bo'lishimiz kerak. O'zi investor ham narx ko'tarilishiga, ham narx tushishiga tayyor bo'lishi kerak. Meni ham o'sishda planim bor, ham narx tushishida. Ikkita plan bo'lsa investorda, u har doim bozorda nima qilishni biladi. Mana narx tushganlarda ko'p kishi panikaga tushib qoladi, ne sotib olishini biladi, ne sotishini biladi. Investor bo'layotgan bo'lsalaring, har doim ikkita planlaring bo'lsin. Bundan keyin Bitcoinda tarixidagi o'sishlarni ko'ramiz. 2013-yil uzoq vaqt nakopleniyada turib, nakopleniya desak ham bo'ladi, bakovik desak ham bo'ladi, qisqasi katta o'sishlar bo'lmagan. Undan keyin $1200 o'sib kelgan. Qanaqa katta o'sish bo'lgan? $100 dan $1200 gacha. 2018-yil $1000 dan $19,000 o'sib kelgan. Va tushish ham shunga yarasha katta bo'lgan. 2021-yil $4000 dan $69,000gacha o'sib keldi. Juda katta o'sish ko'rsatdi. Va narx tushish ham shunga yarasha bo'ldi. 16,000, 15,000gacha Bitcoinda narxi tushdi. 2026-yil 16,000 dan 126,000gacha o'sdi. Va mana hozirda narx tushishda davom etyapti. Eng qizig'i, ko'rsatishimdan maqsad 2013-yil ham hech kim 1200gacha keladi deb o'ylamagandi. 2018-yil ham hech kim bu nuqtaga keladi deb o'ylamagan. Bitcoin har doim hammani lol qoldirgan. Nimaga 19,000gacha kelmaydi deb o'ylashgan? Chunki bu yoqda Bitcoin arzon bo'lgan, bozor yengil bo'lgan va ular o'ylashdi, narxni ko'tarish oson bo'ldi. Boshqa bu narxga kelmaydi, bunaqa katta o'sish ko'rsatmaydi deb o'ylashdi. Undan keyin 19,000gacha keldi. 19,000 kelgandan keyin Bitcoinni maksimum o'ssa yana bir 10,000gacha, 11,000gacha o'sadi degandi. Chunki eng pastki nuqtasi $3,000 atrofida bo'lgan. Lekin Bitcoin $69,000gacha o'sib keldi. 4,000 dan. 69,000ga kelgandan keyin maksimum bu eng baland nuqtasi shu deyishdi. Keyingi siklda даже bu nuqtagacha kelmaydi deyishgandi. Lekin bu siklda 126,000gacha keldi. Narxlar o'zgarishini ko'rishlaring mumkin. Va hozirda mana tushyapti. Keyingi maqsad Bitcoinni $200,000 atrofi. $200,000gacha kelishi kutilyapti. Lekin hozirda ko'p kishi ishonmayapti, chunki narxlar tushyapti. Lekin men o'ylayman, tarix yana takrorlanadi. Ethereumni ko'rishimiz mumkin. 1626 da savdo bo'lyapti. Lokalniy minimumini yangiladi, 1760 da edi. Undan 15% pastroq tushdi. Mana hozirda yashil shamcha paydo bo'ldi. Bu degani sotib oluvchilar bor. Ethereumda ham sotib olishyapti. Buni oldingi videoda tahlilini bergandim, shuncha potensial bor deb aytgandim. 100% potensial olindi ortig'i bilan. Mana endi asta-asta tiklanyapti. Bu yoqda ham signal bor. Qisqa o'sishiga kuzatamiz. Mana o'sha video
Bundan oldingi video mana kecha chiqqan, bir kun oldin. Mana o'sha videoda ko'rsatgandim tahlilini. Efirimdan maqsadlarimni aytib, qaysi nuqtada sotib olganman, qaysi nuqtada sotganman, qaysi nuqtada yana sotib olaman va yana qaysi nuqtada sotaman, maqsadlar hammasi haqida men bu videoda aytganman. Yana bu videoda to'xtalishni xohlamayman, chunki mening obunachilarim videolarni o'tkazmay ko'radi. Hozir bu videoda aytgan gaplarni yana bu videoda aytsam, video zerikarli bo'ladi. Shuning uchun ham bu videoni ko'ringlar. Bundan keyin Bitcoin dominatsiyasi yaxshi tushish ko'rsatdi. Hamma xursand edi. Altcoin sezon boshlandi degan signallardan biri edi. Ko'p kishi altcoin sezonni kutishni boshlagandi. Altcoinlar yaxshi o'sishni ko'rsatgandi. Men o'zim ham kutdim altcoin sezonda. Kutishni davom etyapman ham. Men o'sha altcoin sezonda oxirigacha boraman. Lekin mana bu kutilmagan bakavik bo'ldi. Bu oldingi sikllarda mana bu bo'lmagan. Va bu yerda juda ham uzoq vaqtdan beri turibdi. Mana bu yerdan hisoblayotgan bo'lsak ham 270 kundan beri mana shu bakavikning ichida shakllanyapti. Juda ham ko'p kishilar zeriktirib yubordi, juda ham ko'p kishilarni ezib yubordi. O'sish shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun ham men kripto bozorda ishlashda davom etaman. Yilda oxirida 2024da oxirida juda ham tezlik tushish bo'ldi. Mana bu tushish. Altcoinlar juda ham yaxshi oyiga ushdi. Lekin dominatsiya ko'tarilishda davom etdi. Bizga nima kerak? Bizga mayli bu yerda yana bir 2 oymi, 3 oymi, 1 yilmi farqi yo'q. Bakavikda davom etsin, lekin tushish mana bunday tez bo'lishi kerak. Tez. Ana o'shanda altcoinlar juda ham yaxshi o'sish ko'rsatishadi. Agar bu davom etaversa, altcoinlarda hech qanaqa sezilarli o'sishlar bo'lmaydi. Endi bitta ikkitasi o'sishi mumkin 500-600%, lekin men altcoin bozori haqida gapiryapman. Bu bitta ikkitasi 300, 400, 500%, 2-3 oyda ichida o'sgani o'ylayman hech kimga kerak emas. Chunki ko'p kishilar altcoinlardan portfel tuzib olgan va altcoinlar bozori o'sishi kerak, yaxshi foyda qilish uchun. Hozirda 58% da turibdi. Mening maqsadim 50-40. Undan keyin Bitcoin, Ethereum parasi. Bu yerda vasqadyashi trend ko'rishimiz mumkin. Avgust oyidan beri trend boshlandi. Bitta Bitcoinga 38 ta Ethereum to'g'ri kelyapti. Ethereum asosida o'sishni boshlayapti. Qadri ko'tarilyapti. Mana juda ham chiroyli vasqadyashi trend. Mana bu yerda tushish bo'lganda, bitta Bitcoinga 46 ta Ethereum to'g'ri kelayotgandi. Undan keyin tushib keldi. Bitta Bitcoinga 23 tagacha to'g'ri keldi. Mana hozir 38 tagacha. Ethereum o'ssa, altcoinlar bozori o'sadi, chunki Ethereum altcoinga kiradi. Va Ethereum narxi ko'tarilsa, bu altcoinlar bozori uchun yaxshi va mana yoqda yaxshi impuls bo'ldi. Sog'lom, kuchli impuls ko'rishlaring mumkin. Ikkita yam-yashil sham va hozirda ozgina tushyapti. Eng balandi 39.3 bo'ldi. Bundan keyin total. Bu ves kripto bozorda rыночный kapitalizatsiyasi. Bu tahlil, eski tahlil 2025 berganman, o'sha narxlar tushayotgan vaqti bu yerda ozgina turamiz va o'samiz degandim. Tahlil ishladi, 4.3 trilliongacha keldi. Mening maqsadim 5 trillion edi. 700 million dollar yetmay qoldi. Maqsad 100% ishlashi uchun. Eng pastida mana 2022da 719 milliardgacha tushgandi. Bu yerda 700 million deyapman, 700 milliard. To'g'ri tushunasizlar. Maqsadlar. Bu safar mana narxlar tushyapti, market caplar tushyapti. 2 hozirda ves kriptovalyutani market capi bu yaqinda fondoviy rinokda bo'lgan zarar shuncha. Bu yangi bozorga kiradi bu. Va bu market cap juda ham katta bo'lishi kutilyapti. Bo'ladi deb o'ylayman. Bemalol 5 trillionga, 10 trillionga, 15 trillionga kripto bozorda market capi keladi. Bemalol keladi. Chunki mana tarixiga qaraymiz, qancha edi, qancha bo'ldi. Bor yo'q mana yoqda 2020-yil 400 milliard edi. Salkam 5 trilliongacha keldi. Maqsadlar katta, o'ylaymanki maqsadlarga keladi.
Bundan keyin savolga javob beraman. Menga yaxshi savollar beryapsizlar. Men xursandman. Bu savollarga javob berishdan ham xursandman. Shuning uchun ham ozgina savollarga javob beraman va yana tahlillarda davom etamiz. Birinchi savol. Keyin psixologiya haqida ozgina tushuntirib o'ting. Qanaqa qilib hissiyotlarsiz savdo qilasiz? Masalan, men 30-40% tushsa, tushkunlikka tushib siqilib qolmayman. Meni videolarim katta qismi psixologiyaga qaratilgan. Chunki bu bozorda katta, yaxshi daromad qilish uchun psixologiya kerak. Strategiya yoki qanaqadir unchalik muhim bo'lmagan narsalar emas. Muhimi bu yerda psixologiya, savdo tizimi. Psixologiya sust bo'lsa, katta natija bo'lmaydi. Chunki o'sha foyda bo'lgan vaqtda qo'rquvga berilishi mumkin. Narxlar tushayotgan vaqtda depressiyaga tushib qolishi mumkin, panika qilishi mumkin. Yoki narxlar o'sib bo'lgandan keyin FOMOga berilishi mumkin. Bu narsalar hammasi zararga olib keladi. Videolarimda ko'rsa, yangi kelgan ham, eski kelgan ham bu savolga javob topadi. Bu savolga harakatlarim bilan javob berganman. Bundan keyingisi, masalan, siz Solana'ni $11 olib $290 sotganman dedingiz. 290 gacha kutib sotish yaxshimi yoki 100%, 200% ko'tarilgandan keyin sotib yana korreksiya bilan olgan yaxshimi degan savol kelibdi. Men Solana'ni $11 dan emas, $20 pasini olganman. $8, $9 ham olganman. Men o'rta narxim shakllangan. Keyin bu savolga bundan oldingi videoda javob berdim. Misol uchun olib 100%, 200% bilan sotsa, o'sha o'rta yoki qisqa muddatli savdogar bo'ladi. Solanadan qilgan meni ishim bu investitsiya, bu investorda ishi. Solanadan adashmasam 2 yil yoki 2 yilga yaqin men uni hold qilganman. Narx tushganda ham sotmadim, narx ko'tarilganda ham sotmadim. O'sha eng oxirgi o'sha piklariga yaqin sotishni boshlaganman. Bu savolga javob bundan oldingi videoda. Bundan keyingi savol, aka rahmat, savollarimizga javob berganingiz uchun yana savol bor. Bitta odam faqat Bitcoin, Ethereum bilan ishlasa, ikkinchisi top 50 talik coinlarga ishlasa, uchinchisi har xil coinlar bilan ishlasa, qaysi ko'proq foyda oladi? Shu uchtasini plus minuslarini aytib bering. Bu ozgina kattaroq mavzu, bu oddiy savol emas, buni tushuntirib berish kerak, buni harakatlari bilan, misollar bilan. Bu yerda faqat farq riskda bo'ladi. Kim qancha foyda qilishida emas, kim qancha risk qilishida. Misol uchun Bitcoin bilan Ethereum bu eng kam riskli kripto. Top 50 talikka risk kattaradi. Top misol uchun 100 talik, 200 talikka risk yerda juda ham katta bo'ladi. Riskka yarasha mukofot beradi. Misol uchun Bitcoin bilan Ethereum o'ssa maksimum 5-6x, 7x gacha o'sishi mumkin. Lekin top 50 talik coinlar 20x, 30x berishi mumkin. Top 100 talik, top 200 taliklar 50-100x ham berishi mumkin. Yo'da faqat kapitaldan kelib chiqib, sharoitidan kelib chiqib harakat qilish kerak. Misol uchun men 50 talikda, top 100 talikda, top 150 talikda ham, top 200 talikda ham ishlayman. Chunki menda tizim bor. Diversifikatsiyadan foydalanib, pullarimni to'g'ri taqsimlab olganman. Katta qismi Bitcoin bilan Ethereumda, yana ozgina qismi top 100 talikda, 5-10% top 200 talik, top 300 talikka ajratishim mumkin. Chunki ularda risk katta, market capi mayda, skam bo'lish ehtimoli katta. Mana bu narsalarni hisobga olib savdoga kirib chiqish kerak. Ko'p kishilar keladi, puli kam, katta riskli coinlar sotib oladi. Tezroq boyish uchun. Bir xillari bor, katta summa bilan keladi. Birdan 100 ming, 200 ming dollar bilan keladi. Ular Bitcoin, Ethereumda ishlashadi. Va bu to'g'ri hisoblanadi. Chunki 100 dollar bilan, 200 dollar bilan kelib, любой narsani olsa bo'ladi. Bu katta summa emas. Lekin 100 ming, 10 ming, 50 ming bilan kelib, любой narsani olish kerak emas. Realniy chuqur tahlil, fundamental, texnik uni o'rganib chiqib, keyin sarmoya kiritiladi. Keyin bu yerda mayda pul bilan boshqacha ishlanadi, katta pul bilan boshqacha ishlanadi.
eng yaxshi biladigan inson bu menga o'xshagan inson. Mayda summadan katta summaga kelgan inson. U hamma sirlarini biladi. Buni oldingi videoda mana bu savolga javob bergandim. Kim ko'proq zarar qiladi, kim ko'proq foyda qiladi. Kimga qiziq bo'lsa, kanalimga kirib, bu videoni ko'rsin. Juda ham yaxshi va foydali video bo'lgan. Bundan keyin Total 2 bu Bitcoindan tashqari 5 kriptovalyutalarda market cap. Buni tahlilini Telegram kanalimda bergandim. Kim bo'lmasa, o'tib obuna bo'lsa, link video ostida. Mana bu yerda uzoq nakapleniya bo'ladi 2022-2023. Ondan keyin chiqish bo'ldi. Chiqish juda ham yaxshi bo'ldi mana. Bitta korreksiya, yana bitta. Va hozirda mana pastga ketyapti. Maksimal tushishi mumkin bo'lgan nuqta bu 555 milliardgacha tushishi mumkin va undan keyin tepaga maqsad 3 trillion dollargacha Bitcoindan tashqari kripto bozordagi coinlarda market cap 3 trilliongacha kelsa juda yaxshi o'sishlar bo'ladi. Bu 2027-2028 yillarda kutilyapti va yana kuzatamiz. Agar tahlil o'zgarsa, men sizlarga xabar beraman. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'linglar. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar. Bundan keyin yana bitta grafik top 10 talikdan tashqari. Misol uchun BNB, Solana, Bitcoin, Ethereum mana shu top 10 talikdan tashqari. Hozirda buni market capi 174 milliard hozirda pastda turibdi. Eng baland nuqtasi 500 milliardga yaqin bo'ldi. Lekin o'sha darajani buzolmadi. 500 ga yaqin buzolmadi. Bundan maqsad 1 trillion dollar. Qaranglar, 2014, 2015 31 million dollar bo'lgan. Bu yerda uchburchak figurasi shakllanib, tepaga provoy bo'lgan. Yana bitta uchburchak shakllangan nisxadashi. Undan chiqish juda ham katta bo'lgan 2016-17. Undan keyin mana yana bitta figura kelgan, ko'tarilgan liniyalar juda ham yaxshi ishlagan. Liniyalarni buzmagan, ложный proboylar bo'lmagan. Undan keyin katta chiqish bo'lganda bu yerda ayiq figurasi bo'lgan. Undan keyin chuqur tushish bo'ldi, 68 milliard dollargacha va chiqish bo'ldi-da, lekin bakavikda turdi. Tarixiga qarashimiz mumkin, bakavik bo'lmagan, yoki tepaga yoki pastga. Mana endi bakavik bo'ldi, o'ylaymanki tepaga chiqadi. 1 trillion dollargacha kela oladi deb o'ylayman. Endi buni vaqt ko'rsatadi, shunchaki kuzatamiz. Bundan keyin USDT dominatsiyasi hozirda 8.7% da, o'sha 2022 ni eng piki mana shu darajada bo'lgan. Hozir shu darajagacha keldi. Mana asta-asta tushyapti. Mana bu yerda flat bo'lganda bakavikcha uzoq vaqt turdi. 2024 martida tushib kelgandi. Bu bizga tushishi kerak. Tushsa narxlar ko'tariladi. Mana tarixiga ozgina qaraymiz. Ko'tarilib kelgan, lekin mana tushishlar yaxshi bo'lgan. Hozirda mana bakavikda turdi, proboy qilib tepaga chiqdi. Va 8-9% da turibdi. Qanaqa здоровый sham shakllanyapti. Undan ko'ra altcoinlarda shunaqa yashil shamlar ko'rganimizda ko'proq xursand bo'lardik mana bu grafiklardan ko'ra. Hozirda ko'p investorlar dollarga o'tishyapti. Ular dollar yig'yapti. Maqsad narxlarni tushirishadi, maksimalni tushirgandan keyin o'sha dollarlar bilan aktivlar sotib olishadi va narxni ko'tarishadi. O'sha tepa nuqtasiga kelgandan keyin yana sotib, yana dollarda olishadi. Va shunday qilib ular katta o'yinchilar, katta kitlar daromad qilishadi. Ular iloji boricha yangi o'yinchilarni, mayda o'yinchilarni siqib pulini olishga harakat qiladi. Shuning uchun ham biz bu manipulyatsiyalarga, bu yangiliklarga ishonmasligimiz kerak. O'zimizning savdo tizimimizga ishonib, qarorlar qabul qilib, bu bozordan katta daromadlar qilishga harakat qilishimiz kerak. Men sizlarga hammasini ko'rsatdim, tahlillarni berdim, prognozlarni berdim. Agar yoqqan bo'lsa video like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Hamma kerakli ssilkalar video ostida. Kim men jamoamda bo'lishni xohlasa, kim men bilan bozorga kirib, chiqib, meni savdolarimdan xabardor bo'lib, o'qib, o'rganib, bilimini oshirib, maslahatlashishni xohlasa, link video ostida men jamoamga qo'shilsin va birgalikda bu sohani chuqurroq o'rganib,
daromadlar qilishda davom etamiz. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi.